Qalqansimon bez va sut bezda da'va qarindoshlarimiz mayaqqa diqqat qildi. Agar mushundaq operatsiya qilinish oldiga yetgan yoki bo'lmasa operatsiyani qilish oldini kutayotgan qarindoshlarimiz bo'lib qolsa, chuqum yurakni va oltini bergandan keyin mazmunimga bir qator quloq solib qo'ysa ekan degan umiddaman. Nimishqa deganda qalqansimon bezni operatsiya qilish bu o'zingizning ishi. Sut bezni kestirish bu o'zingizning sut bezi. Kestirsangiz bo'ladi. Hamda ba'zi qarindoshlarimizga aniq va ochiq qilib aytib qo'ydigan bir og'iz so'zimiz: kesgandan keyin qayta hosil bo'lmaydi. Shunlashqa nurg'un qarindoshlarimiz ko'nglida qalqansimon bezda arlay, sallay, sillay holatda munekchi ahvol bor ekan. Bu aralash munekchi ekan yoki haqiqiy munekchi ekan yoki bu manda munekchi ahvol ekan, chigirisi aniq ekan, qaltiliq munekchi ekan desak, bu nima deyotadigan-do deb qolgan bo'lishi mumkin. Bu yerda men qarindoshlarimizga shuni eslatmoqchimanki, siz buning cho'ng kichiligiga qarab turib operatsiya qilish qimmatliqni belgilayolmaysiz. Masalan, bir qisminglar qalqansimon bezni 5 sant qilib operatsiyaga yetmabdi degan gapni olgan bo'lishingiz mumkin. Ko'zangligi dödek ko'rinib tursa-mu, operatsiya qilmasaqim bo'ldi ekan degan gapni anglaysizlar. Yana bir qism qarindoshlarningki, "Voy, men topolmadim-go, izdabman, hech bir iznasi yo'q, hech bir alomat yo'q menda" deyib qolsangiz, operatsiyaga yetadi. Nima uchun ba'zining yetib, ba'zining yetmaydi degan chaqda, buning asosliq zodi biz diqqat qilmasak bo'lmaydigan taraf qaysi deganimizda, dal buningki mayti. Mayti degan zodi nima degan gap degan chaqda men sizga deb beray. Pil har qancha yo'g'inab, har qancha kuchun gurishib ketsimi, odam yemaydi. Go'sht yemaydi. Ishit har qancha kichik pakap papi bo'lsa-mu, hamma odam tishlaydi. Shuni aniq eslangizda bo'lsin. Shun qarindoshlarimizga deydiganimiz, operatsiya qilish qimmatliq munekchingizning cho'ngchilik bilan munosabati yo'q. Agar cho'ngchilikka munosabati bor deb qarasak, chuqum yo'g'inab ketdi, o'zin jamoalarga ta'sir ko'rsatdi. Men atiganlik tug'masam yoki to'y qilmasam bo'lmaydi. Men boshqalarga chiroyli ko'rinmasam bo'lmaydi. Zaboliq ko'rinay deydigan niyatlaringiz bo'lib qolsa, og'iz versangiz bo'ladi. Chunki qalqansimon bez sizga tava. Elish, olmaslik, saqlash, saqlamaslik, davolanish, davolanmaslik o'z ilkingizda. Faqat to'g'ri gapni deb qo'yash, to'g'ri yo'lni yetaklab qo'yash bu aqllilarning ishidir. Shunga qarindoshlarimizninki navbatdagi masalaga sal qaragan tufaylidan men navbatga deb qo'ydim. Foydalanish imkoniyati bor ekan desangiz, yurkingizni alt raqamingizni yo'llab qo'ysangiz bo'ladi. Endi buni necha qarindoshlarimiz buning asosli operatsiya qilish qimmatligidagi sababni ba'zi 3 oy tekshirtish, 6 oyda tekshirtish desa nima deydigando? Menda kasal yo'q o'xshaydi, oldin qattim 3 oy tekshirtdi, maqatimni yaxshilanib qolgan o'xshayim, 6 oy tekshirtdi deb qilishingiz mumkin. Ba'zi shu bichar doktormi charchaydi. Kalli qaydi. Sizning natija ahvolingizga qarab, 3 oy tekshirsinmi bo'ldigan, 6 oy tekshirsin bo'ldigan holatdagi natijani ilgarisi sizga ko'ngil bilib 3 oy tekshirting jumamani degan bo'lsa kelar qatim 6 oy tekshirsangiz bo'lar deb qolgan bo'lishi mumkin. Endi 3 oy tekshirting yoki 6 oy tekshirting, bu munech yo'g'ingan chaqda hamini operatsiya qilasiz. Endi siz buningga qarata zodimi operatsiya qilmay boshqa amal va choram bormidi deb o'ylagan bo'lsangiz, buningga qarata oilaviy usulni obdan qo'llanish kerak. Davolanishni 70% o'ringa, kutinishni 30% o'rin qo'ygan bo'lsangiz, xato o'rin qo'yibsiz. Buni darhol almashtiring. Kutinishni 70%, davolanishni 30%, ko'z tushni bo'lsa asos qilib buningda davomli turda o'zingizning kasallik ahvolingizni yaxshilanishga qarata kuch qo'shsangiz bo'ladi. Navbatdagi ahvolda bo'lib sizda tushunolmay, uqolmay, natija ahvolingizni ko'rib, qallingiz qilib, beshingiz qiyotgan bo'lib qolsa, ayrim uchur qilib, "Men natija olim manda chiqibdi. Men manda dilg'ijlik qilyapman. Mening qanday qilsam bo'g'idek, qanday qilmasam bo'g'idek. Men ya bukunninki birimsin yeyaptim. Qanday qilsam bo'ladi? Men yigidekmikin doktor operatsiya qil degan meni. Men yanlam yeyaptim" deydigan bo'lib qolsa-mu, teknik fikrini o'tirib qo'ysa, ana shu bizga tushkideklam gap bo'lib qolsa, men to'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'yman. Endi biz ko'pincha mush o'smir kasallik ko'lallam haplashgan bo'lganimiz uchun bunda bemorlarimiz intayin ko'p.
mana mushunda yangidan ko'rgan, yangidan bizni bilayotganlar dilg'ulchilikda nima deyotgandu deb qolgan bo'lishi mumkin. Ammo lekin asta-asta buni tushunib qolsiz.